Farosat darslari, ikkinchi qism. Insonni tashqi ko'rinishiga qarab, tana tuzilishiga qarab savol berilmaydi. Semirib ketibsanmi? Ozib ketibsanmi? Soching to'kilyaptimi degan savollar bu bema'ni savollar hisoblanadi. Sizlarga 7 yot begona bo'lgan bolani, yosh bolachani hadeb cho'pillatib o'furmaydi. Metro kelgan payti birinchi u metrodagi odamlar tushib oladi. Keyin qolganlar chiqishi kerak. Molga o'xshab tushayotgan odamlarni ustiga haydamaydi. Yosh yigitga, yosh qizlarga qachon endi erga tegasan, to'y qachon degan savol beravermaydi. Ovqat yeyotganda chapillamasdan, xurlamasdan yeydi. Akkuratni ozodalik bilan yeydi. Ovqatni yeb bo'lgandan keyin molga o'xshab kekirmaydi. Yoki bo'lmasam haligi kafe, restoranda o'tirib olib qilib o'tiravermaydi tishiga kirib qolgan narsani 2 soat ko'lab. Rulda ketayotgan paytingizda svetoforda to'xtaysizlar-yu, iltimos, buninglardan tilla qidiravermanglar. Balmoq o'tirsin, qo'l kirib ketib qolay deydi. Jamoat transportida o'tirganingizda sal oyoqinglarni yig'ib, chotinglarni yopib o'tiringlar. Ko'cha, kuyda, jamoat joylarida eshakga o'xshab xarillab kulmaydi. Yengillik bormi? Farzandli bo'lasizlarmi? Harakat qilasizlarmi degan savol berilmaydi. Keyingisi ba'zi bir aka-ukalarga taalluqli bo'ladi. Duch kelgan joyda ko'cha-kuyda yurgan paytingizda qichavermanglar, xo'p.